Bu videoda hisobdan o'chirish, ya'ni spisaniya qilish bo'limini ko'rib chiqamiz. Hisobdan o'chirish bo'limiga kiriladi. Qo'shish knopkasi bilan dokument yaratiladi. Kerakli savdo nuqtasi tanlanadi. Hisobdan o'chirish dokumenti raqami xohishga ko'ra kiritib qo'yiladi. Izoh ham kiritib qo'yish imkoniyatimiz bor. Qanaqadir eslatma sifatida. Izlash bo'limidan kerakli mahsulot nomi yoki shtrix kod orqali topiladi. Biza olma mahsulotini topmoqmiz. Ro'yxatdan plus knopkasi bosilyapti. Soni deyilyapti. Bizada 10 kilo olmamiz bor. Qanchasini biza asavkamizdan spisat qilishimiz kerak. Misol uchun 1 kilo, ya'ni 1 kilosi bizada yomon bo'lib qoldi. Sifati yomonlashdi, uni sotish iloji yo'q. Lekin asavkamizdan ham chiqarib olishimiz kerak, chunki asavkamizda tursa, bizaga noto'g'ri ma'lumotlar, noto'g'ri raqamlarni ko'rsatadi. 10 kilo olmadan 1 kilo olmani spisat qilmoqchimiz. Kerakli shu miqdorni yozdik. Kirish narxini ko'rsatyapti. Qabul summasi deyilyapti. Ya'ni hozir bizadan 1 kilo olma va asavkamizdan 5000 so'm chiqib ketadi, kamayadi. Xuddi shunaqa kerakli mahsulotlarni ro'yxatini tuzib ketish mumkin. Bir nechta bunaqa mahsulot bo'lsa, ro'yxat tuzilgandan keyin saqlash knopkasi bosilyapti. Bu yerda ham dokument yaraldi. Qaysi do'kondan, qaysi foydalanuvchi, necha pullik summada va o'sha spisat qilingan sanasi. Ko'zni bosib, buni ichiga kirib, qaysi mahsulotlar spisat qilinganini ko'rib olishimiz mumkin.